Demak, imtihon javoblarini agar izlayotgan bo'lsangiz, quyidagi kanalimizdan topishingiz mumkin. U yoqqa hozircha hammasini emas, lekin qo'ldan kelgancha ishlab bormoqdamiz. Mana ona tilining birinchi savol 16 savollarini dokument variantida, matematikani ham birinchi, ikkinchi bo'limlari hop Telegram kanalimizda joylab boryapmiz. Bemalol o'tib yuklab olishingiz mumkin. Mana javoblari. Hop. Endi matematikani esa biroz yozuvi qiyin bo'lgani uchun 11-sinf matematika sal mana bunday yozuvlari ko'p bo'lgani uchun ham biza daftarga yozib javoblarini mana bunday qilib tashlab bormoqdamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol kirib yuklab olishlari mumkin. Ko'rib, ko'chirib bemalol misollarni imtihonga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Sekin asta Telegram kanalimizga qolganlarini ham, imtihon savollarini javobini ham qolganini ham sekin asta tashlab boramiz. 9-sinfniki. Bunisi esa bugun esa 11-sinfniki. E'tiborlar uchun rahmat.